shunaqa brend kiyim do'konlarga olib keldim. 5-6 ta o'zingga yoqqan kiyimlarni tanla. Qara, bir ikkita ishi bilan kofta ham ol. Mana bu zariga zo'r yarashadi. Bir uni ham olib kelsam bo'lar ekan. Aybimni yuvgan bo'lar edi. Shu paytgacha 10 marta qo'ng'iroq qilgan bo'lardi. Demak, aniq qarasam. Tilim qursin. Endi qanaqa ko'ngilni olaman? Yaxshisi, kechqurun romantik nima taklif qiladi. Tanladingmi yo'qmi? Bunaqa narsalarni kiyolmayman deb. Nima bo'ldi? Tanladingmi? Chiqdimi yoqqani? Yo'q, bu yoqdagi kiyimlarning hammasi ochiq-sochiq, kalta, yana kamiga ba'zilarini yirtiqlari ham bor. Qanaqa qilib kiyaman ularni? Menga qara, senda did degan narsa bormi? Seni shunaqa zo'r do'konga olib kelsam-u, gapirayotgan gapingni qara. Yururman shunda. O'zing yarashmaydigan lattalarni kiyib. Qara, tuzoroq narsa tanlasang tanlagin. Qarayapman. Bunaqa kiyimlar kiyolmayman-da. Bu ham kalta. Manga qara, nimadir tanladingmi yo'qmi? Yuribdi. Sen bunaqa do'konga olib kelman, ahmoq. Menga qara. Shuncha zo'r kiyimlarning ichida nahotki bittasi ham sizni bir nozik didingizga to'g'ri kelmasa. Ko'ylaklarning ochiq-sochiqligini qarang. Men bunaqa kiyimlarni kiyishga uyalaman. Men seni bunaqa ko'ylaklarni olib yurishga uyalaman, xo'pmi? Ko'rgan tanishlarim yetmaydimi? Shundoq gerdib yurgan Nodir do'stimizning xotinini didi yo'q ekan deb. Yurishingga qara, qishnaqaliga o'xshaysan. Nima odamning qadri kiyim bilan baholanar ekanmi? Shunaqa. Bu yoqda shunaqa. Bor ko'zimga ko'rinma, kayfiyatimni ham bir tiyin qildi. Sen bilan do'konga tushganman o'ylayman. Men qanaqa qilib ketaman? Bu shahar yaxshi bilmasam, uyimizni qanaqa qilib topaman? Telefoningda manzil bor. Taksistga ko'rsatasan, ketaverasan. Bor ko'zingga ko'rinma. Bo'l tez. Kiyolmaganimdan keyin nima qildim olib? O'zim chiroyli qilib ko'ylakni tikib olaman. Bir kuni Nodir akaning o'zi hali lol bo'lib qoladi.